Assalomu alaykum. Bugungi brifingda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsmanning 2025-yilning 1-chorakda amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot beramiz. 2025-yilning 1-choragida Ombudsmanga O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, xorijiy davlatlar fuqarolari va ombudsmanlari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, jamoat tashkilotlari va boshqa yuridik shaxslardan 6042 ta murojaat kelib tushdi. Shundan 742 tasi harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslar saqlanadigan joylarda saqlanayotgan shaxslar, ularning yaqin qarindoshlari va himoyachilaridan yuborilgan. Fuqarolardan kelib tushgan murojaatlar tahlili hududlar kesimida ko'rib chiqilganda eng ko'p murojaatlar Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari va Toshkent shahriga to'g'ri kelsa, eng kam murojaatlar Sirdaryo viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasidan yuborilgan. Hisobot davrida Ombudsman tomonidan fuqarolarning buzilgan huquqlarini tiklash yuzasidan davlat tashkilotlari yoki mansabdor shaxslarga 43 ta ta'sir choralari shaklidagi hujjatlar kiritildi. Ombudsman tomonidan fuqarolarning murojaatlari asosida undirishga hamda undirish belgilanishiga ko'maklashilgan jami mablag'lar 1 milliard 407,2 million so'mni tashkil etadi. Shundan 969 millioni fuqarolarning ish haqi va mehnat munosabatlariga oid. Fuqarolarning qarzdorligi, solg'iga yetkazilgan zararlar, moddiy va ma'naviy zararlar hamda boshqa majburiy to'lovlar oqibatida yuzaga kelgan huquqiy munosabatlar bilan bog'liq murojaatlar o'rganilishi natijasida jami 205 million 800 ming so'mdan ortiq mablag'lar fuqarolar foydasiga undirilishiga ko'maklashildi. Shuningdek, 8 nafar fuqaroning ishga tiklash va ishga joylashtirish bo'yicha murojaatlari ijobiy hal etildi. Ikkita holatda ish beruvchining xodimga nisbatan noqonuniy xatti-harakatlari bartaraf etildi. Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan Ombudsmanning fuqarolar manfaatlarida yo'llagan murojaatlar bo'yicha so'roviga asosan sudlarga 2 ta da'vo arizalari kiritildi. 3 nafar fuqaroga kadastr hujjatlari rasmiylashtirilishida yordam berildi. Ombudsman so'roviga asosan xotin-qizlarning voyaga yetmagan farzandlari ta'minoti uchun 145 million so'mdan ortiq aliment mablag'lari undirilishi ta'minlandi. Murojaatchilarga mutasaddi tashkilotlar tomonidan 32 million 360 ming so'mga yaqin moddiy yordam, tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun subsidiya va boshqa turdagi moliyaviy yordam ajratilishiga ko'maklashildi. Fuqarolarning 6,8 million so'mdan ortiq noreal qarzdorliklari bartaraf etilishi ta'minlandi. 5 nafar fuqaroning ijtimoiy turar joy ajratilishi, boquvchisini yo'qotganligi uchun nafaqa tayinlanishi hamda uy-joydagi gaz ta'minotini tiklash bo'yicha murojaatlari ijobiy hal etilishiga ko'maklashildi. 5 nafar nogironligi bo'lgan shaxslarning nogironlikni belgilash va ijtimoiy yordam olish bo'yicha murojaatlari ijobiy hal etildi. 3 nafar fuqaroning ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilishiga ko'maklashildi. Sog'liqni saqlash yo'nalishida 8 nafar fuqaroga tibbiy ko'rikdan o'tish va davolanish uchun yo'llanma berilishi, shuningdek, fuqarolarning davolanishlari uchun 55 million so'm miqdorida moddiy yordam ajratilishiga ko'maklashildi. Shu bilan birga jamoaviy murojaatlar ishchi guruh tuzilgan holda o'rganilishi natijasida Oltinsoy tumani Haqobod mahalla fuqarolar yig'inida elektr transformatorlari almashtirib berilishiga hamda Dehqonobod tumani Paxtachi mahallasi hududidan avtoyo'l magistral piyodalar uchun yo'lak qurilishiga erishildi. Ombudsman taqdimnomasiga ko'ra, mehnat qonunchiligini buzganligi sababli 3 nafar mas'ulga hayfsan intizomiy jazosi berilgan. 1 nafar mas'ulga Jinoyat kodeksining 116 va 117 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ombudsman so'roviga muvofiq 7 nafar fuqaro ma'muriy javobgarlikka tortilgan. 1 nafar fuqaroga Jinoyat kodeksining 266 moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ekologik huquq bo'yicha kelib tushgan murojaatlarni o'rganish davomida Farg'ona shahri Farobiy ko'chasida ko'p qavatli turar joy qurilishi, Rishton tumanidagi xususiy qurilish ishlari shaharsozlik norma va qoidalariga zid bo'lganligi uchun to'xtatildi. Harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslar saqlanadigan joylarda saqlanayotgan shaxslar, ularning yaqin qarindoshlari va himoyachilaridan Ombudsmanga 2025 yilning 1-choragida 742 ta murojaat kelib tushdi. Murojaatlarning 6 tasi yuzasidan Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 2-qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish haqida qabul qilingan qarorlar Ombudsmanning xatiga asosan yuqori turuvchi prokurorlar tomonidan bekor qilinib, qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilishi belgilandi. Shuningdek, 5 ta shikoyat yuzasidan tegishli prokuratura idoralari tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazish bo'yicha taqdimnoma kiritildi. Ombudsman
Ombudsman tomonidan mahkumlarga tayinlangan jazoni yengillashtirish masalasida tegishli sudlarga yuborilgan xatlar asosida 25 nafar mahkumga jazo muddatining o'talmay qolgan qismini yengilrog'iga almashtirilishiga amaliy yordam ko'rsatildi. Harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslar saqlanadigan joylarda saqlanayotgan shaxslarning oila a'zolariga 22.565.000 so'mdan ortiq moddiy yordam pullari ajratilishiga ko'maklashildi. Shuningdek, hisobot davrida ombudsman va uning huzuridagi jamoatchilik guruhlari tomonidan harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslar saqlanadigan joylarga 202 marotaba monitoring tashriflari amalga oshirildi. Monitoring tashriflarida 2000 dan ortiq mahkum va mahbuslari bilan jamoaviy hamda 1123 nafar mahkum bilan yakka tarzda suhbatlar o'tkazildi. Harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslar saqlanadigan joylar amalga oshirilgan monitoring tashriflari davomida bu joylarda saqlanayotgan shaxslarning saqlash sharoitlari, yashash va ovqatlanishlari, mehnat qilish hamda tibbiy yordam ko'rsatish holatlari va sifati, saqlanayotgan shaxslar orasida olib borilayotgan ma'naviy ma'rifiy ishlar hamda sanitariya gigiyena talablariga rioya etilayotganligi va boshqa shu kabi holatlar o'rganildi. Ombudsman tavsiyasiga ko'ra, Surxondaryo viloyatidagi 9-sonli tergov hibsxonasiga 4,5 milliard so'm ajratilib, kapital ta'mirlandi va kerakli jihozlar hamda zamonaviy texnikalar bilan ta'minlandi. Ombudsman tomonidan kiritilgan ta'sir chorasidan so'ng Buxorodagi muruvvat nogironligi bo'lgan ayollar internat uyini ta'mirlash uchun 176 million so'm ajratildi. Ombudsman taqdimnomasidan so'ng Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Sog'liqni saqlash vazirligining tuman va shahar tibbiyot birlashmalari tarkibida tashkil etilgan qator mastlik holatida bo'lgan shaxslarga tibbiy yordam ko'rsatish tumanlararo punktlarining sharoitlari yaxshilandi. Jumladan, Nukus shahridagi hushyorxona yangi manzilga ko'chirilgan. Shuningdek, Xo'jayli, Nukus va Qorao'zak tumanlaridagi hushyorxonalar ta'mirlanib, sanitariya va xavfsizlik talablariga mos ravishda qayta jihozlangan. Shuningdek, Sirdaryo viloyatidagi 40-son manzil koloniyasida saqlanayotgan mahkumlarning ishlab chiqarish obyektlaridagi ovqatlanish va yuvinish xonalaridagi sharoitlar yaxshilandi. Monitoring jarayonida aniqlangan salbiy holatlar yuzasidan hisobot davrida ombudsman tomonidan mutasaddi vazirlik va idoralarga 3 ta talabnoma va 5 ta taqdimnoma kiritildi. Qolaversa, ombudsmanning mintaqaviy vakillari tashabbusi bilan mahkum va mahbuslar murojaatlari asosida Qoraqalpog'iston Respublikasi Navoiy, Surxondaryo, Namangan, Andijon va Toshkent viloyatlarida hududlardagi sog'liqni saqlash boshqarmalari bilan hamkorlikda tor doiradagi oliy toifali shifokorlar jalb qilinib, 2000 nafarga yaqini mahkum va mahbuslar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Bizda hozircha shular. E'tiboringiz uchun rahmat.